Epson EL8050 printerini qanday qilib o'rnatishni hozir ko'rsatib o'tamiz. Birinchi navbatda eng osonidan boshlaymiz. Buni puskga kiramiz. Puskga kirib olganimizda parametr degan bo'limga kiramiz. Parametr kirganimizdan so'ng mana poiskdan printer deb qidiramiz. Printer bosamiz. Bosganimizdan so'ng добавить устройство bor. Shuni добавить устройство ostiga bosamiz. Buning uchun birinchi navbatda kompyuterga printer USB kabel bilan ulangan bo'lishi kerak. Printer ham yoniq bo'lgan bo'lishi kerak. Agar bu orqali topolmasanglar, eng oson yana bitta yo'li bor. Mana topildi hozir. Epson EL8050 ko'rdinglar. Mana. Topildi. Endi xohlagan bitta Word papka yaratib, mana tekst yaratib ko'ramiz. Bunga Word yo'q. Notepad to'rtqo'lmas. Ko'tarilib P-ni bosamiz, mana ko'tarilib chiqadi Epson 8050. Agar bu orqali bo'lmasa, mana Google ga kiramiz. Google Chrome kirganimizdan so'ng yozamiz Epson Windows'imizda sistemasini model Windows sistema nechiligini yozamiz. Windows 10 mi, 11 mi yoki masalan mana bunaqa qilib yozamiz. Epson EL8050 printer mana driver download. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Driver download. Yana chiqarib berdi. Birinchisi bosamiz ustiga. Bosganimizdan so'ng avtomatik sistemamizni tanlaydi. Agar noto'g'ri tanlagan bo'lsa, biz o'zimiz to'g'rilaymiz. Masalan, bizlardagi 1164 counter region kerak emas. Keyin mana bu yerdan printer driverni topib olamiz. Process to download ko'rishingiz mumkin. Va pastga I agree deb bosamiz. Va download tugmasini bosamiz. Mana skachet qilishda boshlaydi. Как положено, oddiy driverlar qanday o'rnatilsa, o'shanaqa tarzda o'rnatiladi bu ham. Hech qanaqa bunday boshqa qiyin joyi yo'q. Kiramiz, bosganimizdan so'ng mana papka chiqib keladi, ko'rishingiz mumkin. Papkani bosamiz. Ustiga bosamiz. Daha tugmani bosasizlar. Bu zip mana okta bosasizlar. O'zi bo'l avtomatik o'rnatadi. Mana sakrasin. Xuddi shu tartibda o'rnatiladi. Bizga endi bu kerak emas, chunki o'rnatilgandi.